1946-1949 yillarda Xitoyda katta fuqarolik urushi yuz beradi. Natijada Mao Zedong qo'shinlari Chiang Kai-shekni mag'lub etib, Xitoyda kommunistik partiya boshqaruvini o'rnatadi. Yuy Xuaning Yashamoq romani o'sha davrda yashagan odamlarning hayoti, tashvishlari va siyosatga aloqador bo'lmagan iztiroblari haqida hikoya qiladi. Asar qahramoni Figui ismli boy Xitoy yigiti edi. Ammo u bor boyligini qimorda yutqazib qo'yadi. Yashamoqning zalvori va butun qayg'usi ana shundan keyin boshlanadi. Figuining otasi biroz vaqt o'tib esa onasi vafot etadi. O'g'li, qizi, xotini, kuyovi va nabirasining ayanchli tarzda ajal bilan yuzlashishiga yillar mobaynida guvoh bo'ladi. Har bir yo'qotishning alohida sabablarini yozuvchi mohirona ochib beradiki, o'quvchining ko'zi beixtiyor yoshlanaveradi. Har bir o'limdan keyin ichingizdan nimadir uzilgandek bo'ladi. Asar sizni iztirob va tushkunlik omoxtasi bilan to'yintirar ekan, nima bo'lganda ham yashamoq kerak, yashamoq shart degan umid beradi. Har varoqda mayoq yoqib, manzil so'ngigacha kurashish kerakligiga undab turadi. Xitoy yozuvchisi Yuy Xuaning Yashamoq romanini albatta o'qib ko'ring. Videoni esa kitobxon do'stlaringizga yuborib qo'ying.